O'zbekiston Ekologik partiyasidan prezidentlikka ko'rsatilgan nomzod Narzullo Oblomurodovning respublika bo'yicha ishonchli vakili Mirobod tumani saylovchilari bilan uchrashdi. Uchrashuv Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetining Toshkent shahar filialida bo'lib o'tdi. Nomzodning ishonchli vakili Xayrullo Gapparov saylovchilarni Ekopartiyadan prezidentlikka nomzod Narzullo Oblomurodovning tarjimai holi va saylovoldi dasturi bilan tanishtirdi. Unga ko'ra, partiya mamlakatning barqaror rivojlanishini ta'minlash, yashil iqtisodiyotga o'tishni jadallashtirish, qayta tiklanuvchi va muqobil energiyani rivojlantirish hamda iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish kabi bir qator yo'nalishlarda o'z tashabbuslarini ilgari surmoqda. Bugungi kunda elektr energiyasini tejash, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalangan holda, ya'ni quyosh energiyasi va shamol energiyasidan foydalangan holda bularni umumiy hajmidan foydalanish hajmini 40% gacha ko'tarish dasturning asosiy vazifasi hisoblanadi. Qolaversa, bugungi kunda Toshkent shahri bo'ylab atmosferaga tashlanayotgan chiqindilarning jami 2200 tonnadan oshiq bo'ladigan bo'lsa, buni 60% dan ortig'i avtomobillardan chiqayotgan tashlamalarga to'g'ri keladi. Biz aynan mana shu avtomobillardan chiqayotgan tashlamalarni kamaytirish maqsadida elektromobillarni salmog'ini ko'paytirishni saylovoldi dasturimizga maqsad qilib qo'yib olganmiz. Bundan tashqari Narzullo Oblomurodovning saylovoldi dasturida davlat va jamiyat boshqaruvi, sud huquq tizimi, sog'liqni saqlash, ta'lim, tashqi siyosat va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish kabi muhim vazifalar ham belgilab olingan. Uchrashuv davomida saylovchilar bilan muloqot qilinib, ularning muammoli masalalari ham o'rganildi.